going down like. Hammaga salom do'stlar, bilan men Xullas do'stlar, bugun boy kambag'al bo'ladi. Ya'ni men kambag'al bo'laman, biroq u boy bo'ladi. Turibdi, qora kiyimli. O'sha. Obunachilar bilan salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Komil Gaming. Komil Gaming. Bo'pti, bo'lmasa o'zimizning rollarimizni kirib olsak, boring ketdik. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasa men sekingina bo'ldi. Mana o'ttiga mana shu ovqatlarim bor ekan, narxlarimiz borini yeb turaman. Shu tovuq go'shti. Lekin boshqa go'sht edi. Mayli, borib boydan so'raylik. Boy aka, assalomu alaykum. Ish yo'qmi? Menga ish kerak-da. Uyingizni tozalab beraymi? Mayli. Uyingizni tozalab beraman, kakras bo'ldi. Bo'ldi, uyga olib kiring ketdik. Men bilan Urmang boyada. Mayli, bo'pti. Kiring, siz uchun. Hop. Kallingiz bo'ladimi, bo'ysanday. Nimani? Yo'q, sizni jamolingizni maqtayotgandim. Bo'ldi. Mana shu ikkinchi etajlarni ham tozalayman. Xonani-chi, ham xonani. Hop. Bo'ldi. Bo'ldi boy aka. Amitichi? Eshikki. Hop. Bo'pti. Hop. Davay gilamlarni ko'pchalab. Kitoblarni joy-joy. Nega antiqishni qilmasizda? Qiziq pechkada ishlamay. Yo'q, qurumsoq ekan. Xolodilnikda yaxshi ovqatlar bor ekan. Ikkita go'sht oling. Boyga balo uramidi, qonim ochib qoldi. Yaxshi, mana rasmlar changibdi, mana artamiz rasmlarni. Yaxshi. Mana kravatlarni to'g'irladim. Amplarni ustini artdik. Bo'ldi, boy kerakdi, do'stlar, boy. Bo'ldi. Boy aka. Hamma yoqni tozaladim. Tozaladim. Men ko'ray. Divarlarni ham. Hop. Boy aka, pul bermaysizmi? Pul? Hozir. Pul berang, pul. Pullar yaxtagidan bo'lsin. Hop. Yo'q, sizga emas, men rasmni aytolman. Burni uzun ekan mana. Ish haqqi. Nima? $1. Bo'ldi. Ko'p ekan juda. So'larni boshlandi. Ustida yozib yuboradi, yaramas. Yo'q. Ketdik. $1. Pulam bermaydi. Qurumsoq. Yaxshi. Mana qachon shu yaxshi. Mayli, bo'lsa hozir kechqurun nimaga tushamiz. O'rniga hozir bo'yanmabdi. Qilasan, kech tushsin. Xo'sh. Do'stlar, mana o'tiramiz. Hop. To'g'ri. Urmang. Bo'yda bunday qilmang. Yaxshi, o'tin yoqib issiqqina uyimda. Loydan bo'lsa ham. Bitta ertaga o'tgan yo'q. Bo'ldi, boyati. Bizga nima qilaman? O'taman, bitta. Rahmat. Boring, bitta. Hop. Uyga boraman. Qidiraman, nima pullarni nima qilish kerak? O'g'illiklarni uyga chiqamiz. Yaxshi bilmaydigan bittaman. Ikkinchi tezda bo'y ko'rdikku. Kiramiz. Shunada ishlayman. Bu eshikni ochib qo'yibdi. Jumlayib chiqibdi. Oshxonaga kelmay
Mana eshik ochilganini eshitdinglarmi? Eshik ochildi. Oshxonaga kelsin. Tepaga chiqib ketdi. Xonasiga kirib ketdi do'stlar. Mana uxladi. Yaxshi. Birinchi xonasiga sekin kiramiz, uyg'onib xonasiga kirib nimalarni tekshirib, ishlarni tekshirib, tumchkalarni yo'q. Bu yo'qni yo'q, hech nima yo'q. Uyg'onyapti. Kir. Jim. Uyg'onyapti. Shuni boshqaga chiqib Jim. O'rnidan turdi. Do'st ko'rgan boy o'rnidan turib ketdi birpasda. Yuma. Bitdi. Kambag'al. To'p bo'lamiz maylaskin. Uxlashini kutamiz. Tezroq uxlasa yaxshi bo'lardi. Ertalab tushdi. Do'stlar ertalab tushdi. Yani boy boshimizga keldi. Ovqatlarni sekingina. Ketdik do'stlar, kecha boy bo'lganimi? Mana hech qayerdan nima topolmadim. Assalomu alaykum boy aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bolalar chaqalay. Uylarni tozalashmi yana? Mayli, bu siz yana ishlashganmi? Bo'pti. Nima ish qilardi, nima? Turqsuv. Yer chopishga ketasanmi? O'ynadan qaraylikchi, vaqt ketar yerimiz. Yetardim qurildi. O'ynasdan ko'rlikchi. Qani ketyapti ana yerga qarab. Qo'rqitma sen mayli. Xo'p, mayli, men rasmlarni artaylik. Yaxshi. Boyini o'rganamiz do'stlar. Mana o'sha shkafli xonaga kimnidir kirmayin dedi. Kirib ko'raylik davomida bor ekan. Bu nima? Qanaqadir simli devorlarmi? Bosiylikchi bu nima ekan? Dirchakmi? Tepaga ko'tarsa. Tepaga ko'tar. Yo-mayo! Shuncha boylik. Boyi pullari-ku. Boyi pullari-yu bular hammasi. Wow, mazza. Yaxshi. Bo'lmasa shu pullardan hasillarni olamiz. Yaxshi. Bu hozir biz qancha pul oldik? $6. Menimcha olaymikin yana. Mayli. Hammasini olma. Mayli. Hozir hammasini emas. Qo'y, mana ozginasini olamiz, ozginasini tashlab ketamiz. Mana qo'ygan hammasi $15 oldim. Qo'yganni o'zi beradi va ishlarni qilamiz. Ketdik. Buni bildirmaslik uchun nimadir qilish kerak. Uyimni ham tekshirish mumkin bu hali. Solini ovqatim qo'limda tutsin. Yaxshi. Oynalarni artamiz. Boy kelayotgan bo'lish kerak уже. Kelib qoladi. Kitoblarni taxlab to'g'rilab qo'yaylik. Yaxshi pechkalarni bunda ularni artib ovqat tayyorlab qo'yingkin boy akaga. Mayli, boyatani tayyor ovqatlar bo'lish kerak. Yana tayyor ovqat bor ekan. Mana baliqlar. Mayli, baliq beramiz boy akaga. Qonni ochgan bo'lsa. Mayli, kesinchi boy kelyaptimikin. Mayli, o'zini dazgina o'tiray. Charchadim. Ishda qilyapti. Ana boy kelibdi. Assalomu alaykum. Keling boy aka. Yaxshimisiz? Nima? Ishlar qildim. Hamma yo'q toza. Pul berasizmi? Boy aka, ovqat tayyorlab qo'ying. Men 3 ta baliq. 3 ta baliq. Yo'lar. Bu yotgan ovqatga mahallamdagi hammasi to'yadi. Pul. Mana pul berdi boy aka, rahmat. Bu nima qoldi? Yo'q. Nima? Qanaqa bo'ldi? Yaxshi. $2 berdi. $2 yo'q, men kerak ovqatim bor, rahmat boy aka. Bu hech kim ovqat yo'q. Qancha yillar ketdik do'stlar, ichkari kiramiz. Xo'sh. O'ydan o'g'irlagan pullarimizni hozir menga $2 berdi. $2 narsa olib qo'yishimiz kerak edi. $15 qayerga?
Aytmoqchiman, yerda meni sirli joyim bor aytmoqchi. Mana shu yerga gitsangiz, o'sha kiykas boylikka o'g'lingiz ba'zini o'rgan oldim. Yaxshi yopamiz. Endi xuddi işte bunga Do'stlar meni o'tib kiyimlarni kiyib olishimiz kerak hozir. Bu safar rosta kesimli bo'lib ketganda mana bolta kerakmiz kerak. Hali kirkani olamiz. Hajab mana kiyamiz. Yo'q, bo'ldi. Ana voyga hozir ko'rsatib qo'yaman yaramasiga. $2, $1 qilib berishi. O'zi bo'ycha bo'lsa, ularni qiynalma qiladi. Mana o'z xonasiga qaraylik qilyapti. Uxlayotgan bo'lishi kerak u yaramas uxlayapti. Qara. Ha, uxlayapti ana yoqib. Chiqaraylik. Mana sekin kiramiz edi seyfiga. Taraqlab ketmaylik. Bizamiz. Yaxshi. Voy, bolilarni olamiz sizlar. Bolilarni olamiz. Bolilar bizniki. Mana hammasini olamiz, hammasini. Hammasini. Mana hamma pullarni olamiz. Yaxshi qo'yganlar umidlar. Yaxshi mana hozir hamma pullarni teramiz. Boyvachcha bunga hech nima qilmaydi va shuncha qanaqa videolarda nima qilganman pullarni yaxshi o'g'irlaymiz. Yaxshi. Bu pullarni ham yaxshi. Mencha yetadi. Quyosh ko'kladi. Wow! Kipachka. Yaxshi. Menga yana $2 beraman deydi. Yaramas. Ama qaranglar, bu pullari tugamayapti, bu pullari. Shuncha puli bor ekan, men bilmay o'tirgan ekanman. Nimalarni qilyapti? Mayli, hop. Ye. Pul olaylik, pul. Mana pullarni hozir oldik. Hozir mana bu kiyimlarni kiyamiz. Xo'sh. Mana bu kambag'allik kiyimlarini yechib qo'yishimiz. Xo'sh. Mana yo'q. Osmon qani yashalkali nima? Shuni yilib qo'yamiz ana bo'mish kiyimlarni. Ilmaymikina. Mayli. Xo'sh. Men ushlab ol. Boy ustidan izvat qilib ketamiz. Yaxshi. Mana shimi qani, mana shimi. Yaramasga ko'rsatib qo'yaman men unga yaramas. Qilichni ber. Yaxshi. Xo'sh, mana nimalar bor? Yana pullarni olish kerak. Yaxshi. Mana hamma pullarni uxlatib ketamiz. Ko'rsatib qo'yaman men boy kambag'allarning ustidan kulish qanaqa bo'lishini. Yaxshi pullar bilan mana bo'ldi, yetadi. Xo'sh, shuncha pulni oldik. Mana o'tipadan mana almazdan olamiz, ketdik. Do'stlar, hammasini o'yibladik. Yaxshi. O'tda ketdik. Bo'ldi, hozir boy Shepga nima qilamiz? Nima qo'rqmasam bo'ldi. Shuncha pulim menda, qilichim menda. O kambag'al. Ha, boy aka. Nima bo'ldi? Ha, siz qizdingiz. Yarim o'g'lab ketdingmi? Mana. Ha. Do'stlar, biz yutdik. Biz har doim yutamiz. Yaxshilik g'alaba qozondi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan men Sen bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.